Konfutsiy aytganidek, erkak kishining qudrati uni ayoliga bo'lgan hurmatidan boshlanadi. Muhim bir jihatga e'tibor berishingizni so'rayman uy qurish jarayonida. Bizning jamiyatda ko'p holatlarda qurilishni asosan erkaklar olib boradi va muhim qarorlarni ularning xohish-istaklariga qarab loyihalanadi. Lekin uyda ko'p vaqtini ayollar va bolalar o'tkazadi. Agar ayol o'z uyida qulaylikni his qila olsa, ya'ni har bir shaklda, har bir jihozda unga maqbul kelsa, ko'ngli to'lib yayrab yashasa, bu hissiyotni butun oila a'zolariga ulasha oladi. Shuning uchun uy qurishda ayolingiz fikrini eshitishingiz va unga hurmat ko'rsatishingiz butun oila a'zolaringiz uchun muhimdir. O'ylab ko'ring, har bir shaxs individual o'ziga xos qulaylikni his qiladi. Sizga qulay bo'lib ko'ringan narsa ayolingiz uchun noqulay bo'lishi mumkin. Nimaga bu fikr aytayapman? Mana oxirgi ishimizda ishning boshida uyning rahbari erkak kishining xohish-istaklari bilan loyiha qildi. Keyinchalik ularning onalari va ayollarini xohishlarini inobatga olganimizda birinchi loyihamizdan ikkinchi loyihamiz umuman farq bilan chiqdi. Ishimiz cho'zilgan bo'lsa-da, ko'p variant ishlagan bo'lsak ham loyihadan ko'nglimiz to'ldi. Sababi har bir oila a'zolariga o'ziga xos qulaylikni yarata oldik.